Assalomu alaykum, sizlar bilan Suhrob. Bu Uzbeksaidov kanali. Demak, bugungi video obzorimizda nima haqida gaplashamiz? Xo'sh, bugungi video obzorimizda sizlar bilan shu Binance'da pul ishlash bo'lsa, ya'ni spot bo'limi haqida gaplashamiz. Asosiy umuman Binance'da pul ishlashning bir nechta yo'llari bor. Masalan, bularga spot, undan keyin futures, undan tashqari yana mining yaxshi daromad keltiradigan, undan tashqari yana boshqalari bor. Ular haqida ham albatta batafsil ma'lumot berib, qanday ishlash kerak va hokazo shularni ham o'rgatib boraman. Asosiy shu ana shu spot, keyin futures va mininglar bo'ladi. Eng soddalari shu spot, keyin futuresga o'tiladi, sal qiyinroq, keyin undan keyin уже mining bor. Miningda sal matematik amallar va hokazo shu o'sha dasturchilik, o'sha kod va hokazo narsalarni qilsangiz, albatta o'sha narsalarni qilishingiz mumkin. Xo'sh, demak, bugungi video obzorimizda spot haqida gaplashamiz. Spotda qanday qilib savdo qilish mumkin, qanday yo'llari, qanday qilib o'shanaqa savdo yo'llari osondan to qiyingacha ko'rsataman. Hammasi o'zingizga qulay bo'lgan yo'llarni tanlab olishingiz mumkin. Xo'sh, demak, birinchi o'rinda siz agar Binance'da hali yuklab olmagan, umuman Binance'dan akkaunt ochmagan bo'lsangiz, siz meni shu referalim bo'lishingiz mumkin va referalimga qanday imkoniyatlar berishim mumkin? Oddiy foydalanuvchiga qaraganda imkoniyatlaringiz ko'proq bo'ladi, kamroq komissiya olishadi sizdan va undan tashqari qo'shimcha bonuslar beraman, voucherlar va hokazo o'sha narsalarni olishingiz mumkin. Buning uchun qanday, men mana bu ssilkani sizlarga tashlab qo'yaman shu YouTube'da, mana shu videoni kommentariyasining pastiga o'sha ssilka orqali kirasizlar va o'sha ro'yxatda o'tib elektronniy pochta yoki o'sha telefon yoki nomerda kirib o'tganlaringizdan so'ng mana shu keyin sizni kimdir qo'shdimi yoki inglizchada invite yoki qo'shda пригласил degan ruschada yozilgan bo'lsa yoki o'zbekchada qo'shdimi yoki shunaqa ma'noda aynataydigan gap oxirida yozsa, ha deb bosib mana shu ID ni qidirsangiz, siz shu narsalarga ega bo'lasiz. Va keyin undan tashqari verifikatsiya shulardan ham o'tishingiz kerak bo'ladi. Ro'yxatda o'tganingizdan so'ng, verifikatsiyadan o'tganingizdan so'ng siz savdo qilishingiz mumkin. Bu Binance'da ruxsat beriladi sizda va undan tashqari qonuniy qanday qilib o'tish bo'yicha hammasini sizlarga o'rgatganman. Bundan oldingi videolarimda o'sha eslatgan videomdan tashqari oldingi videolarda ham ko'rsatganman. Xo'sh, buni mana shu opitsaniyada qoldiraman, o'sha ssilkani qo'shimcha qonuniy qanday ro'yxatda o'tish mumkin qisqacha ravishda tushuntirilgani bor. Batafsil undan ham uni opitsaniyaga qo'yaman. Uni o'zlaringiz Binance degan playlistim bor, o'sha orqali bemalol shu tanishib chiqishingiz mumkin. Xo'sh, imkoniyatlar undan tashqari yana referallarim uchun imkoniyatlar, shu savollaringizni berishingiz mumkin. Shu spot, futures va shu mining aloqador o'sha savollaringizni bersangiz yokida mana shu yerda agar videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman, чтобы yaxshiroq tushunishingiz uchun. Agar yanada tushunmagan bo'lsangiz, bir necha marotaba qayta ko'rishingizni tavsiya qilaman. Agar shunda ham tushunmagan bo'lsangiz, Telegramda lichkamni qoldiraman. O'sha lichkamga kirib men bilan bog'lanishingiz mumkin. Faqat meni referalim bo'lishingiz kerak. Agar referalim bo'lmasangiz, siz bilan bog'lana olmayman. Hech qisi yo'q, siz uchun xizmatlarim pullik bo'ladi. Lekin agar meni referalim bo'lsangiz, albatta sizga shu qo'shimcha ravishda bepul ravishda o'rgataman. Agar qila olmasangiz, qo'shimcha ravishda o'zim tomonidan ham qilishim mumkin, yordam berishim mumkin. To'g'ri, bu boshlang'ichlar, tushunaman va bu narsalarda hammada shunaqa bo'lgan. Menda ham qo'rquv va hokazo o'sha narsalar hammasini qonuniy tarzda qanday qilish hammasini o'zimdan qo'ldan kelgancha o'zim ham yordam berishim mumkin va o'rgatishim ham mumkin. Hokazo. Shunday. Xullas, tushundilaringiz nima demoqchiligimni. O'tgandan so'ng verifikatsiyadan o'tasizlar. Tushuntirganimdek, mana shu verifitsirованный bo'lishi kerak akkauntingiz. Nima uchun bu manaqa sentralizovanniy birja, ya'ni bu manaqa sizda foydalanuvchilaringizda anaqa ma'lumotlarni bermaydi, masalan, davlatga va lekin o'zi ko'rib tura oladi. Ya'ni qancha masalan mana shu yerda aktivlaringiz bor va ular sizda aktivlaringizni muzlatib kuydirish huquqiga ega. Agar siz qandaydir noto'g'ri ishlar qilsangiz, qanday yomon ravishda Binance'ga va o'zingizda umuman davlatga yoki umuman qandaydir egri yo'llar bilan qandaydir narsa foydalanmoqchi, hakkerlik va hokazo shunaqa yo'llar bilan qilmoqchi bo'lsangiz, sizda kuydirib qo'yishadi. Shunday. Bo'lmasa odatiy agar unaqa muammo qilmaydigan odam bo'lsangiz, sizga unaqa qilishmaydi. Shunday.
Keyin уже spot mana bu торговля bo'limidan kirishingiz mumkin. Mana spot, marja, покупка, продажа va hokazo. Biz mana shu qilayotganimiz spot bo'limi hisoblanadi. Mana shunaqa interfays o'rnatilgan. Ya'ni men hozir telefonli versiyada ko'rsatyapman. Kompyuterda to'g'rirog'i video qilishda muammolar bo'lganligi sababli endi telefonda qilishga davom ettiraman. Xo'sh, spotda savdo qilish uchun asosan o'zi вообще-то sizda mablag' bo'lishi kerak, ya'ni sarmoya qandaydir mablag'ingiz bo'lishi kerak. Uni qayerdan tushirib olishingiz mumkin, qanday olishingiz mumkin? Aktiv bo'limiga kiramiz. И undan tashqari yoki bank glavniyda ham bo'lishi mumkin. Внести degan summa bor masalan. Bu O'zbekistonda bilasizlar P2P noqonuniy. Vosh внести yasu UZS desa ham bo'ladi yoki получить через Pay, ya'ni Binance'da o'zini Pay bo'limi bor. Участвовать qilib konkursda ham ijobat bo'lsa bo'ladi. Xo'sh, bu xullas savollar bo'limi. Xohlasangiz siz ham uchastka qilishingiz mumkin. No, keyin bunga qaytamiz. Menga unchalik zarur emas. Asosiysi shu получить-ni bosib o'zingizni mana shu adresingizni kopiya qilib olib do'stingizga Binance ishlatadigan odamdan tashlab olishingiz mumkin pulini. Xohlasangiz tashlashingiz mumkin. Bizga agar mana shu spotga pul tushirish kerak bo'lsa, shu Pay orqali получить qilib o'sha kopiya qilib adresingizni yoki QR kod orqali skaner qilib shatda tashlab olish mumkin. Как klik qanday, xuddi shunaqa. Xo'sh, keyin undan tashqari Vrinsty kriptovalyuta bor. Bu qanday? Bu masalan bironta bir Bitcoin tashlamoqchisiz, boshqa bir masalan adres orqali, boshqa bir birja yoki boshqa bir kошелек, холодный kошелек, ya'ni desentralizованный bo'ladi. Ya'ni sizda nazorat qila olmaydi, sizga birja ko'ra olmaydi. Umuman siz faqat o'zingiz ko'ra olasiz, siz o'zingiz nazorat qila olasiz. Faqat u birjadan foydalana olasiz. Shunaqa. Yoki-da garchi, ya'ni o'zimizda hozirda Binance'da o'zini kошелегі, ya'ni unaqa centralizованный, sizda nazorat qilib turadi, ko'rib turadi va hokazo shunaqa birjalar yoki-da o'sha kошелек. Xo'sh, shunaqa qilishingiz mumkin. Mana Ethereum bo'limi, Smart Chain'da BTC shunaqa set orqali qilishingiz mumkin. Bir nechta setlar bor ekan, o'shingizga qilib olib qilishingiz mumkin. Masalan, Bitget birjasi orqali qilishingiz mumkin. Masalan, Bitgetni o'sha tashab, bironta tashab, undan tashqari keyin o'sha mana shu yerga o'sha kerakli set, to'g'ri keladigan set qilib, xuddi adresingizni kopiya qilib o'shandan tashlab olishingiz mumkin. Bularni hammasini tushuntirib o'tganman oldingi videolarda ham adashmasam qisqacha ravishda, lekin batafsil qilmadim. Hech qisi yo'q. Bitget uchun ham alohida qilganman. Silkasini tashlab qo'yaman. O'sha Bitget silkasini ham xuddi shunday o'zini referalniy silkasi bor. Unda ham skidkalar va hokazo boshqa narsalar bor. Undan tashqari o'sha promo kodim bor. O'sha promo kod orqali oddiy foydalanuvchiga o'xshab, bez referalsiz bo'lgan foydalanuvchiga nisbatan imkoniyatlaringiz ko'proq bo'ladi deyman. Buni o'sha oldingi videolarda tushuntirganman. Xo'sh, shuning uchun tushuntirishim shart emas. Shunday qilib tashlab olasiz, ya'ni boshqa kriptodagi platforma orqali tashlab olishingiz mumkin. Bu Binance bilandagi aloqador, ya'ni Binance foydalanuvchilari orasida bu boshqa kripto sohadagi o'sha ana bu platforma orqali. Tushundingizmi? Masalan, klik bo'lsa, Payme'dan tashlattirib olmoqchisiz, shunday. Bu kliklar orqali tashlattirmoqchi bo'lsiz. Как shunaqa. Keyin rekomendatsiya deb qo'yilgan, ya'ni bu o'zbek foydalanuvchilari uchun rekomendatsiya. Внести UZS qilib, ya'ni o'zingizni kartangiz orqali ham tushirishingiz mumkin. Masalan, bankskiy Humo Uskar deb продолжить qilamiz. Shunday, keyin masalan o'sha добавить новый karta qilib o'zingizni Humo yoki Uskar'ingizga kirib summani belgilaysiz. Masalan, belgilab qo'yilgan 5000 dan tortib to 646.912.120 gacha tashlashingiz mumkin ekan. Zo'r. Masalan, shunaqa, masalan, men 100 million deyaylik, masalan, 1 million qilsak, mana qancha komissiyasi bor va hokazo, 5 komissiya ekan, ya'ni 5 komissiya tushirib olar ekansiz, 1 million tashlab olishingiz mumkin. Lekin chiqarib olishda, pulni chiqarishda albatta komissiya oladi shunday. Mana оплатить qilasiz, shu bilan kartangizga tushadi. Shu bilan mana bu yerga tushadi o'sha pulingiz. Mana пополнение bo'limidan to'g'ri mana shu yerda UZS, kriptovalyuta va hokazo, kriptovalyuta va oddiy valyuta UZS, dollar yoki va hokazolar bo'lishi mumkin. Keyin уже uni keyin yana keyin внести qilib, уже купить за USDT qilib, ya'ni endi bu narsani masalan keyin masalan o'sha pulingizni masalan 1 millionni bosib 1 millioncha pulingiz bor edi, o'sha kошелегingizda Binance'da qilib mana shuni USDT
qilib olishingiz mumkin. O'sha 1 millionga qanchadir ko'paytirish USDT ni belgilab, o'shacha narxda chiqishi mumkin shunday. Yoki o'sha новый karta orqali qilishingiz mumkin. Prodat ham xuddi naborot shunaqa teskari bo'ladi. Va hokazo. Bo'ldi, keyin mana bu P2P aloqador bo'lim, umuman P2P yozuviga aloqador umuman narsa bo'lsa, qilmaysizlar, chunki O'zbekistonda noqonuniy qandaydir problemalar bo'lib qolishi mumkin va hokazo. Xohlasangiz USA, rubl, dollar, yevro, funt sterling va hokazo, dirham va hokazo qilishingiz mumkin. Bo'ldi, все. Keyin bundan keyin уже mana bu spotoviy targovlik kerak bo'ladi. Targovlikka kirib biz spotoviyni tanlaymiz. Bu yerda masalan Bitcoinning senasi qanchadir foizga bunaqa plyus bo'lishi, ko'payishi, undan tashqari mana bu o'ziga qulay qilib olib, grafikda qilib ko'rib olishingiz mumkin. Keyin masalan qaytamiz, уже mana bu nuqta qo'shimcha opsiyalar, parametrlar, istoriya, tarixlaringizni ko'rishingiz mumkin, periodlar qilishingiz mumkin va hokazo bir nechta qilishingiz mumkin. Ular uncha aloqasi yo'q, to'g'rirog'i. Bu yerda masalan ko'rishingiz mumkin orderlar, bu yerda sotayotganlar, bu yerda sotib olayotganlar, ko'rib turibsizlar. Hamma o'zini orderlarini qo'yib o'sha narsa qilingan, bu yerda ko'rib turibsizlar. Xuddi siz ham o'sha orderlaringiz qo'shiladi mana shular orasiga sotib olayotgan yoki unday qilayotgan bo'lsangiz. Bu yerda order, biror narsa olayotgan yoki qilayotganingizda order o'sha zakazingizni ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, bu yerda kupить, masalan kupitchdan misol sifatida ko'raylik. Bu yerda grafik va hokazo o'sha narsalar bor ekan. Xo'sh, oddiy limitnidan boshlaymiz. Bu yerda limitni qanaqa kategoriyada qilmoqchisiz ishingizni, bu yerda o'sha narxi, bu yerda o'sha qancha Bitcoin va hokazo USDT, xo'sh, TPSL yoki icebergga qilib olishingiz mumkin. Undan tashqari max покупка, Bitcoin va dostupni shu USDT. Hozir menda yo'q, men boshqa bo'limga o'tkazib yuborganman USDT ni, shuning uchun sizlarga ko'rsatyapman. Xo'sh, sperjeniya unaqa ahamiyati yo'q bu narsani uncha. Xo'sh, limit masalan bu limitni vazifasi nima? Siz qanchadir limitga qo'yasiz. Masalan, qanchadir limit o'sha kelganda, masalan, bu yerga kiraylik. Masalan, misol sifatida ko'rsataylik. Hozir Bitcoin sanasi hozirgi range anaqa bozor narxida 83 ming, shunaqa 848, 82 bo'lib turib, o'zi tushib ketdi, ko'rib tursiz, shunday turibdi. Endi o'sha limit order ochib qo'ysangiz, masalan, kupich qilmoqchisiz, qanchadan narxga pasayganini analiz qildingiz yoki taxmin qildingiz. Xullas keldida masalan 72884 ga tushgandan shatta shu anaqa avtomatik order sotib olinadi va koshelyogingizga o'sha tushunadi mana shu spotdagi bo'limga. Keyin уже keyingisi qo'sh targovlar dedik. Mana shu vazifani bajaradi. Ya'ni sena masalan Bitcoin masalan xo'sh sena masalan qanchadir summaga sotib olishingiz mumkin. Masalan $25 ga masalan sotib olib, o'sha Bitcoinni o'sha unaqa qanchadir summa всего USDT qancha ketishini tushuntirilgan. Xo'sh, sizda bor masalan shu USDT ga ketadi va hokazo o'sha Bitcoin o'sha narsa tushuntirilgan. Bo'ldi, все. Keyin undan tashqari xo'sh, rыночныйda qanday? Masalan, srochniy qilmoqsiz. Masalan, eshitgansizlar, narx tushib ketyapti, tezroq sotib ol yoki tezroq sotib ol deydi. Masalan, o'ylab o'tirmoqchisan, hozirgi narxda sotib olmoqchi bo'lsangiz, o'sha rыночный sizga kerak bo'ladi. Masalan, qanchadir ketadi sizga, masalan, USDT, o'sha shu всего USDT общий sizda qancha ketishini o'sha aytasiz va shuncha bor USDT'ga hammasini olishingiz mumkin yoki qanchadir foizga o'sha berilgan o'zingizda USDT o'sha laringiz evaziga o'shancha qanchadir anaqa Bitcoin olishingiz mumkin o'sha narx evaziga. Bu ham xuddi shu spotga tushadi va hokazo. Bu yerda order ko'rinadi. Qancha xohlasangiz admin qilib olishingiz mumkin. Keyin bu yerda o'sha limitni stop. Bu yerda qanday masalan bu yerda masalan limitga berishingiz mumkin. Bu limitga masalan qanchadir summa bo'lganda o'sha anaqa orderga tushadi va o'sha orderdan to o'sha manaqa limit masalan qanchadir summa bo'lganda o'sha sotib oladi. Bu как manaqa o'zingiz ehtiyot choralaringiz masalan bu как manaqa yaxshiroq o'shalarga nisbatan sal murakkabroq bo'lishi mumkin, no yaxshiroq masalan o'zingizda ehtiyot choralaringizga qarshi. Xo'sh, masalan stop belgiladik. Masalan
$100 masalan USDTga dedik. Endi buni limitga kamroq summa, masalan 400 400 masalan yo'q 400 emas, 500 bu hozir sotib olish bo'layotgan bo'lsa 510 deylik masalan. Xohlasangiz 500 deb qo'yishingiz mumkin, farqi yo'q. Bundan kamroq bo'lishi kerak. Bunaqa 510 deylik. Чтобы masalan qanchadir summagacha sotib olishingiz mumkin, o'sha anaqa 510 ga kelgangacha sotib olishingiz mumkin. Shu orderga tushadi, shu qilib, shu bilan qanchadir bitcoin olishingiz mumkin va hokazo, shuncha xarajat всего va hokazo shunday ketadi. Bo'ldi, всё. Keyin уже bu shu stop, рыночный stop. Рыночный stop ham xuddi shunaqa ko'pitda. Keyin xuddi bozorga qarab ketadi. Xo'sh, trailing stop bu futuresga sal aloqadorligi bor. Futuresga videolar keyinroq ko'rsataman. OCO bu bu o'sha market bilan to'g'rirog'i o'sha xo'sh, qanday tushunsam ekan? Market bilan o'sha limitni stopni belgisi, xullas, aktivatsiya va hokazo. Bu twap, bu mana bu. Xo'sh, bu yerda limitni stop, limitnida masalan qanchadir belgilab qo'yishingiz mumkin. Stop lossga masalan qanchadir, keyin take profitga va hokazo. Cho'ta anaqa grafik o'zgarib ketibdi. Kompyuterda sal boshqacharoq edi. Xullas, bu bora-bora qiyinlashib ketadigan sal anaqa ishlari ko'proq, murakkabroq bo'ladi. Sizga sodda tavsiyam, boshlang'ich tavsiya mana shu limitni рыночныйda qilishingiz mumkin. Men prosta tushunaman, prosta tushuntirish sal netto'g'ri bo'lyapti. Buni endi keyingi spotda savdo qilish bo'yicha keyingi qismlarimda tushuntiraman. Asosan limitnidan рыночныйdan olib toshirib olib, keyin limitni stop, рыночный stopga qilishingiz mumkin, keyin mana bu twap nima desangiz, twap bu VIP foydalanuvchilar uchun mo'ljallanganroq, sal o'zini anaqa instrument narsalardan foydalanib, bularni ham qilishingiz mumkin. Xo'sh, bularda sizlar yaxshiroq tushunib olishingiz mumkin. Meni masalan gapimdan tushunmasligingiz mumkin. Bu normal holat. Bu narsani tekstoviy formatda qilaman. Masalan, limitga kirdik, bosdik va tushuntirilgan hamma narsani kupich, продать va hokazo. Ruscha ma'lumot to'g'ri, lekin buni hammasini Telegram kanalimga o'zbekcha tarzda qilishim mumkin. Ruschani biladiganlar bemalol tushunib olishingiz mumkin. Bu yerda o'zi tushuntirilgan. O'zbekcha formatda batafsil yaxshilab tushunib olishingiz mumkin. Buni og'zakilar endi tushunib oladi. Keyin masalan продать, masalan limitni masalan qilsak, limitni продать xuddi teskarisi naborot bo'ladi. Masalan, keyin kirdik, masalan qanchadir summaga limitnida qanchadir summaga chiqqanda, masalan 83 bo'lsa 93 ga bor yo'q masalan chiqdi. O'shanda o'sha limit ochilib, o'sha orderda sotiladi. Shunday. Market xo'sh, рыночный esa, рыночный masalan hozirgi vaqtda данный moment qancha sena bo'lsa, сразу darhol mana shunaqa sotib olmoqchi bo'lsangiz, o'sha narxda sotib olishingiz mumkin. Shunday. Xuddi shunday boshqalari ham xuddi shunday ketadi, shunday. Umuman sizlarga soddaroq bo'lish uchun shunaqa tushuntirdim. Asosiysi masalan limit рыночный qilishingiz mumkin. OCO bu mana shu limitni stop bilan mana shu рыночныйni anaqa birlashma varianti. O'zi вообще-то bundan oldinlari masalan pullik faqat anaqa pul evaziga yoki qanchadir masalan pullik versiyalarda shunaqa bo'ladi. Hozir endi bepul qilingan, foydalanishingiz mumkin shunday. OCO anaqa ikkita quyonni bitta urgandek shunaqa gap shunday bo'lsa, shunday. Bo'lsa asosiysi bunaqa chalg'itadigan narsalar yo'q. Masalan, unaqa qiyin unaqa narsa emas. Keyingi videolarda ham keyingi qismlarni chiqarishim mumkin. Agar spot bo'limiga talab olsa, yanada batafsilroq va boshqa o'sha aytib sanab o'tgan bo'limlarni video tarzida qilishim mumkin va undan tashqari talab oshsa, shu anaqa o'zim ham qilib berishim mumkin, qanday qilib savdo qilishni real vaqtda qanday qilib. Chunki Binance уже qonuniy bo'ldi. Bu sizlarga soddaroq, qisqaroq tushuntirish uchun qildim. Keyingi qismlarni xohlamoqchi bo'lsangiz, o'sha kommentariyada, layklarda va hokazo prosmotrlarda va unaqa kanalga obuna bo'lib, do'stlaringizga ham yuborib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Xullas, aktiv bo'linglar va bu video boshqa videolarimga nisbatan yaxshiroq aktiv ko'rsatsa va albatta keyingi qismlarni chiqaraman o'sha spot bo'limini. Asosiysi shulardan iborat edi.
Savollar bo'lsa kommentariy yozinglar. Keyingi video nima haqida bo'lsin, balkim boshqa mavzuda qilarmiz. Farqi yo'q. Keyingi videolarda eshituvchi futures haqida qilishim mumkin. Undan tashqari yana mining pool haqida mana masalan bizda earn emas, observ yo пополнение bo'lsa, mana shu mining pool haqida gaplashamiz. Va hokazo shular. Undan tashqari earn bo'limi bor, yaxshi staking va hokazo o'sha targoviy botlar orqali qilishingiz mumkin. Va boshqa yo'nalishlar bor. Asosan lekin spotga masalan qanchadir sizda mablag' bo'lishi kerak, ya'ni sarmoyasiz bundan daromad qila olmaysiz. Shuning uchun shu narsalarga e'tibor beringizlar. Bo'ldi shularda bundan oldingi videolarimni ko'ringizlar, shulardan iborat edi. Undan tashqari o'sha Telegram kanalining silkasini tashib qo'yaman kommentariyaga. Bo'ldi shulardan iborat edi. Hozircha shulardan iborat edi. Sizlar bilan suhbat, xayr salomat.